Nizhnikamskiy, Nabережные Cheli xuddi shu, ya'ni Moskvaning 20 dan ortiq shaharlari bo'yicha avtobuslarimiz reyslari yo'lga qo'yilgan. Oxirgi manzilimiz metro Kotelnikiga borib to'xtaydi avtobuslarimiz. Marg'ilonga salom. Qornim ochdi. Meni ham qornim ochdi. 12:30 bo'ldi уже. Shu bilan birgalikda Toshkent Kazan yo'nalishi bo'yicha seshanba, juma kunlari ham avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yiladi. Menimcha endi qo'yiladi. Aziz vatandoshlar, Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz borligi bilan Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha ham reyslarimiz mavjud. Haftada 1000 bor uzr. Narxi qancha? Toshkent Moskva avtobuslarimizga. Bilet narxini so'rayapsiz. Hayolim ketdi. 1 million so'm bo'lgan hozir. Narxlar ko'tarilgan Yangi yildan keyin. Bilet qancha? 1 million so'm. Qaytib kelish 7000 rubl azizlar. Avtobuslarda bemalol qulay